Alo. Va alaykum assalom. Nodiraxon, yaxshimisiz, o'misiz? Sonlaringiz yaxshimi? Choy yetib Oyijon uxlayotganlarni olib chiqdim. Hozir asgina solib beraman. Bir xo'jayingizga ichiring. Men ham xo'jayinimga bir ichirmoqchi bo'ldim. Qo'rqyapman. Ichirib qo'ysam, ichidagilarni bilib qolsam, keyin hayotim buzilib ketsa-chi deb qo'rqyapman. Qani siz xo'jayingizga ichirib ko'ring, keyin menga aytasiz nima bo'lganini. Ayzipam bergan choylardan bir erimga ham ichirib ko'ring. Ichida qanaqa sirlari bor ekan. Adasi, keling, issiqqina ko'k choy damladim. Ha. Choy damladingmi? Oling, adasi. Ha, onajon, sizlar choy ichaylik debsanda. Ko'tarishni ichib oling. Shunaqa xunuk xotin ham bo'ladimi? Kulchingni qara. Bir yarasi ham maylinikin bor. Ana kunichi o'zi kasal bo'lib yotuvdingmi? O'shanda rosa kutdim deb o'lganing ham yo'q-ay. Ana kuni syomkadaman, telefonim ko'tarmadimi? Qayerda edim bilasanmi? Boring, men bilsang nima qolasan? Masaj dedim. Jon qizli masaj qilib qo'ydi. Voy shirin qizli ekan. Ovqatlar masaj qilib, senga telefon qilib yotib uxlaverdim, bordim bildingmi? Kech payt uxlaganingdan keyin ko'chaga chiqib, keyin telefonda qizlar bilan gaplashib kelishimni bilasanmi? Bilmaysan buni, bilmaysan. Hayotda bilmaysan, har doim soat 2 da chiqib qizlar bilan gaplashaman. Strelka belgilayman. Sen bilsan buni? Uxlayotib, uxlayotib. Senga bitta zo'r yangiligim bor, bilasanmi? Yaqinda farzandli bo'laman. Kimdan? Voy, kecha xotinimdan. Voy, ha, aytgancha. O'tarsan? Ha? Beshiklarni olib ko'tar. Mazaq o'ynaymiz hammamiz beshik to'yda. Mushugim qani edi? Kecha, men chamadanim qayerda edi? Men Toqqa ketasiz hozir. o'zim uy topa qolay, borib qidirib topaman, ha. Qilib qoling endi. To'xtang, adasi. Ha? Beshik to'yga qayerga o'ting? Beshik to'yga o'tarsizlar. Onamni ham olib oling, xo'p?